Chilonzorda Novostroyka mebel texnikalari bilan 1100 dan topsa bo'ladimi? Men sizlarga shunaqangi bitta zo'r variant topib qo'yganman. Lokatsiya Chilonzor 20-kvartal Ilonota masjidining yonginasi. 7 qavatli Novostroyka uyimizning 7-etajida 3 xona. Hujjatimiz bo'yicha 98 kvadrat mebel texnikalari bilan tayyor xonadon. Narxi keladigan bo'lsak 109 ming. Uy bilan tanishamiz, oxirigacha ko'ring. Do'stlar, uy bilan tanishadigan bo'lsak, turgan xonamiz mehmonxona. Ko'rayotganlaringiz juda ham katta kvadraturaga ega bo'lgan, ko'plab mehmonlarni kuzatsa bo'ladi. Shart-sharoitlarni qilib qo'yilgan stollari, konditsioner, yumshoq mebellari. Buni yonginasida esa oshxona qismiga o'tsa bo'ladi. Mebellariga e'tibor berishingdan so'rayman, juda ham sifatlilarini qo'yib qo'yishgan ekan. Hop, buni yonginasida razdelniy sanuzel, hojatxonasi и hammomi. Ko'rayotganlaringiz. Bu asosiy uyga kirish qismimiz и koridor bo'ylab hamma xonaga o'tsa bo'ladi. Ko'ryapsizlar? Birinchi keladigan xonamiz kattalar uchun yotoqxona, o'zini tashqariga qaragan balkonlariga ega. Buni yonginasida bolalar uchun yotoqxona. Uyimiz komplekt holatda, barcha mebel texnikalari qoldiriladi. Bu yonginasida kladovochnalari bor. Xo'p, foydalanishligini uchun. Uyimizni narxi keladigan bo'lsa, o'rtoqlar ushbu holatiga, shu lokatsiyamizga 109 ming deb baholadik. Ozgina kelishadigan joyi bor. Pastda raqamlarimizni qoldiramiz. Hoziroq aloqa qilishingizga bo'ladi.